ana, nemişki ko'nglingni yerim qilsa? Mening ilkimdeki kishi emas, dushmanning so'zlimganlarini qalbim so'zlayotdi. O'zingni undaq gunohkor his qilma, jinim ana. Bilemedim kızım, nima deyishimni bilemedim. Mening sizlar xushal bo'lishga haqliq, chunki islomni deb dard totdinglar. Buyuk dinimiz uchun dard totganlar albatta buyuk kishilardir. Bularni o'ylab ko'nglingni azroq ko'targin ana. Bu hukumatdan qo'rqish shunchalik qo'rqinchliqki, eng yaqin tuqqanlarimizmi dushmanimizga aylanib qoldi. Qo'shnilarimizmi, do'stlarimizmi bizdan qochdi. Sizlar u vaqt kichik edinglar. Sizlarni beqish uchun dadanglardan ajrashishga majbur bo'ldim. Keyin cho'ng ananglar vafot bo'lganda shuncha cho'ng meni yerda bir kishi chiqib cho'ng ananglarning jinozasini ko'tarmabdimish. Dadam nemishqa bizni izlamadi, nemishqa biz bilan ko'rishmadi? Kishilar hukumatdan qo'rqib, dadanga gap qilmaganligi uchun hech kim bilan ko'risha olmay qaytib ketibdi. Hukumat ag'dirilib, umumiy kechirib e'lon qilinibdi ekan-ku. Shundaq qizim, hukumat ag'dirildi. Ammo qo'lchumoqchilarimiz xili keyin ag'dirildi. Hukumatdan qo'rqish ular ag'dirilgandan keyinmi davomlashdi. Bu ishlarni o'tib ketdi melayli. Ammo keyin yuz bergan ishlarchi. Dadam xili yillardan keyin bizni ko'rdi. Ish haqiga yuqtaqlarimizni to'shiydi. Bizga hammallik qiladi. Bu kishi dunyodan shunchalik nafratlanganki, mushunchalik ishlarga rozi bo'ladi. Men buni toniy olmabdiman. Yot kishi deb chiroyi qaramabdiman. Mana mush ishlar meni o'yga soladi. Hatto tushunib qilishdan qo'rqaman. O büyük kişini rencitib salganda menmi deb qo'rqaman. Jinim ana, dadam bo'ron chapqinliq dengizda, to'lqinlar bilan elishayotganda sening bir beliqchining kemizdek jim turmaganligini biladi. Eng yaqinlar tarafidan kelgan besimlarga qaramasdan yana islomiyatga asosan yashashga tirishdi. Bizga islomiy g'urur berdi. İngilizlardek yaşamoqchi bo'lgan misrliklarning san o'xshash musulmonlarga qanday zulm qilganligini bilganligi uchun dadam seni to'g'ri tushunib, hammamizni bag'riga bosadi. Mushundaq bo'lish uchun duo qilyapman qizim. Sizlar dadi bolaning jam bo'lishini ko'rish, nima degan xo'shallarlik ish. Yaxshi va yomon kunlarda musulmoncha yashagan kishi Alloh yaxshi ko'rgan kishidir. Allohga shukr, ustoz. İslamiyet uchun dard tortish har bir bandiga nisb bo'lmaydi, Abdullah. Alloh seni qo'g'didi va muvaffaq qildi. Texi tunugillar ikki musulmon bir yerga kelolmaydi. Allah sizlardan razı bo'lsin ustoz. Salomat bo'l bolam, rahmat. Sizni izlab kelishimdagi maqsad kaminini ikkilantirib qo'ygan bir masala. Qandoq ish? Diniy jihatdan xotirjam bo'lish uchun o'zlarining yuksak ilmlarga ehtiyojim bor. Sen islomni tushunsan, Abdullah. Soyangizda ustoz. Samimiy so'zlayapman o'g'lim. Seni islom bilan munosabati bo'lmagan urug' tuqqanlarimdan chaqir ko'raman. Rahmat ustoz. Savolim shu. Xabarlari bor. Davlat meni bir tarafdan turmaga tashlasa, yana bir tarafdan urug' tuqqanlarim va butun musulmonlar bizdan munosabatini uzdi. Qiyin ahvolda qoldik. Men turmadagi vaqtimda ayolim mendan ajrashib ketdi. Bu ahvolga tushmasligimiz lozim edi, bolam. Hozir savdo bilan qayta o'ylanmoqchiman. Albatta, bolam. Nikoh o'qitib olsang bo'ladi. Rahmat sizga ustoz. Qayis uchun eng tuvan o'ringa tushishga rozi bo'libdi. Ammallik qilibdi. Shu ahvoli bilan balo o'qitibdi. Misrning qutulish umidini yangi avlodlarga bog'lagan shu kichik xizmatchi bo'lishni xohlayman qizim. Dadaning qarori nim bo'lishidan qat'iy nazar, uning xizmatini qilishga roziman. Ailemizning qaytadan jam bo'lishi meni bakmo xushal qilyapti dada. Sendan faxrlanamiz. Salomat bo'l o'g'lim. Sen esil odamsan dada. Durust odamsan. Tirishchanliging g'illarda dastan bo'pti. Xohlasang sana boshqa ish topilmasmi? Aytqana, nemish qamallik qilsan? Men holimdan rozi bo'laman. Agar islomga xizmat qilish uchun hammonlikni tanlagan bo'lsam, bu bir yaxshi ish. Chunki jafosini tortmagan bir narsa bizning bo'lmaydi. To'g'ri deysan. Qara o'g'lim, dindor bo'lishning jafosini tortishim, dinimga ega bo'lishning xo'shaligi uchun. Sizlarga kelsak, bolalarimdan va savdodan bir umr xabar elish mas'uliyatim bor. Boshqalarning xizmatini qilaman. Nemish sizlarning xizmatinglarni qilmoqdayman. Demak, bizdan xafa bo'lmading. Shundaqmi dada? Yo'q. Mening ikki cho'ng dushmanim bor. Birinchisi, gunohlarimga qarshi turib, gunoh qilmaslikka tirishyapman. Ikkinchisi, Misr musulmonlari inglizlardek yashayapti. Men bu savdo eqib ketmasligim kerak. Qani elanglar. Elang. Rahmat. Marhamat. Marhamat.
Qani, rahmat. Rahmat. Sinchlik bo'lsin. Rahmat. Sinchlik bo'lsin. Tağa, Xolid akam Amerikadan telegram avatibdi. Sizga hurmatini bildiribdi. Rahmat Hüseyin. Bu xo'shallik kunimizda uning oramizda bo'lishini orzu qilardik. Universitetdan ruxsat ololmabdi. Maktabidan ruxsat bermabdi-da. Tamollam. Xo'sh, ma'lum bo'lgandek biz Abdulla apandi bilan Savda xonimning nikoh murosimiga taklif qilindik. Shundoq, Savda xonim Kasun nikohini o'qib qaytamdik. Bo'ladi, shundoq qilayli. Savda xonim kirsin. Sen mi bilesen Sevda? Mısırda xuddi bizli jinoyatchidek qilmaganlar qolmadi. Aroqkash qimavozlar, soxtipaz aldamchilar xotirjam yuradigan Qohirada. Haramdan qochqinimiz, halolga esilganimiz uchun bizni bir-birimizdan ayirib Sen bir tarafda, men bir tarafda jafo mushaqqat tortdik. Ammo Allohga shukrlar bo'lsin. Bizni qayta jam qildi. Yangi turmushimizda azroq o'xshamasliklar bo'ladi. Bilasan, men bir hammal bo'lsammo, boy bo'lsammo, eng tuvan saviyada turmush kechiramiz. İşinigimizni yo'qsul bolalarga, nominatlarga beramiz. Yani uyimizda yaxshi suhbatlar bo'ladi. Yaxshi suhbatlarga boramiz. Hamma narsaning o'zi bizga, ko'pidinimizga. Uzun yillardan beri mecburi halda balalar sening himoyangda qoldi. Ularga hem ana, hem dadı bo'lding. Men har xil sabablar tufaylidan dadılık mecburiyetimni o'tamay qoldim. Shu sababdan hem sendin, hem de balalardan menden razı bo'lishinglarni tilayman. Men rozi. Men rozi dada. Men rozi dada. Ey Allah, ular menden razı bo'ldi. Senmi meni afv qilgin, gunohlarimizni mag'firat qilgin. Rabbim bizni ayırmasın. Bizge uzulmetli günlerini körsetmesin. Amin. Bizning ömrimiz 60 yıl, 80 yıl emas. Mengü yaşaymiz. Musulmoncha yashash uchun tortgan jafolarimizni eng yaxshi aslimiz sifatida jannatda bir-birimizga so'zlab beramiz. Dostlarım İngilizlarni doğraydı ama ben İslamiyetni yaxshi görme. Her iki yilsi diniga sadiq, İslamның yüzünü yo'riq qila oladigan bola bo'ldi. Alhamdulillah. Haddimdan oshdimi bilmayman, ammo men İslamның ruhini go'zal san'atda adabiyotda tepishga tirishyapman. Hadijaning adabiyot qavisi bor. Klassik arab adabiyotini, ingliz adabiyotini o'rganishga tirishyapti. İslamның dаңlıq shoirlarini chet elliklarga tunishtirib olsam xo'shal bo'lma. Xadija ishning ro'yi bilan, men amaliyot bilan mashg'ul dada. Biz nima degan baxtliga islom yo'lida bir-birini to'liqlagan ikki avlodimiz bor, alhamdulillah. Yeganda jiqyab olasan, to'g'rimi? To'g'ri. Allah deganda osmon zaminni titrtalaysan. Barhaq. Abdullah efendi, yemaysiz-ku. Rahmat, yavatıman efendim. Hozir Abdullah efendini so'ziltirgan vaqt emas. U eg'iz ichib qolsa, misrliklar o't ketgan uyda ziyofat qilib o'tibdi, deyishi mumkin. Yana dexe o'lim maydonida ziyofat bo'lamdi deb so'rab qolsa, u chaqda ishtoyimiz biroqla tutildi danglar. Undaq emas efendim. Siz mening so'zlarimga qaramang va huzur elivering. Hey Mustafa komissar, bir vaqtlarda ishg'oliyatchi ingliz kuchlarining qo'mondonlik markazi bo'lgan tarixiy binoni aylanib o'tib, menga so'zlab bergan ingliz general bilan bo'lgan suhbatni hargizmi unutolmayapman. Nima degan do'tnimalar har qaysim? Allaqatim so'zni sammo tushunmayapsizlar. Qilolmayapsizlar. Agar takrorlansa, so'ldi o'taman. Tushundingmi, ha? Javob ber. Javob ber, deyapman.
Xo'p, boshliq. Ey Allah, men shunday bir holga tushib qoldimki, inglizlar xo'p boshliq deyapman. İnsanlar itoat qilmaynu, nimish qilsang itoat qilmoqdekman. Ey Rabbim, ularga bosh ekkan bo'lsam, sana seydi qilaman Allah. Allahu akbar. Nima ish oldu Abdullah efendi? Xiyolga ketib ketibsiz-ku. Ish yo'q. Bizning Mustafa komissarning so'zlari esimga kelib qoldi. Efendi, umu bizning bu yerlarda bo'lgan bo'lsa, ajab yaxshi duolarni qiladi. Uning chiroyini ko'rib bo'g'cha odamning ko'ngli ichilib qoladi desa. Bizning Shayx efendini ko'midingiz dersiz. Agar selishtirsak, sizlar ziyon tortib qolalar. Kechiringlar, bir ishni aytib qo'ymoqchiman. Jamoatlar Islom universitetining fakultetlariga o'xshaydi. Fakultetlarni bir-biri bilan selishtirg'ili bo'lmaydi. Foydasimi yo'q. Allah adildir. Adillik bilan muomala qiladi. Shunisining islom yo'lidagi tatgan jafo mushaqqatlaringga yarasha Allah sana yaxshi avlod, sodiq bir ayol beribdi. Alhamdulillah ustoz. Turma hayoting oxirlashdi, ammo kurash oxirlashmadi. Men muhim emas. Musulmonlarga musulmon ekanligini aslitish majburiyatimiz bor. İngilizlar Hristiyan dini uchun xizmat qilgan yerda biz nemishqa islom uchun xizmat qilmoqdekmiz. Shundoq emasmi? Eng cho'ng kurash musulmonlar bilan islomiyat o'tirsidagi to'saqni elib o'tish. Ya'ni musulmonlarning musulmonlardek yashashni qo'lga keltirish. Chunki musulmonlar islom prinsiplariga asosan yashamasa, inglizlar hargiz yashamaydi. Amal qilinmagan bir din yo'q bo'ladi. Islom yo'q bo'lsa, butun jahon qalayma-qalishib ketadi. Allah bu olamni kofirlar uchun yaratmagan. Namoz o'qiydiganlar va ro'za tutadiganlar bor. Ammo namozda o'qigan oyatlarni hayotda tatbiqlab yashashuvchilar bak oz. Rasti bozorlar inglizlarning to'kmisiga o'xshab qolyotdi. Bu xalq islom savdo muomalasini, islom iqtisodini bilmaydi. Shundoq ustoz, islomiyat to'liq ijro qilinmayotdi. Har kim bir tarafini tutyotdi. Islomni butunlay aminlashtirish uchun islom e'tiqodini turg'izish kerak. Voqeat shuni isbotladiki, shirkatlar moddiy va ma'naviy jihatdan kishilarga ta'sir qiladi ekan, hatto mamlakatga, davlatlarga ta'sir ko'rsatadi ekan. Islomiyat hayotga bog'langan bir din, bir yashash usuli. Shuning uchun modda va ma'naviyatga teng ahamiyat berishimiz kerak. Endi mush yo'lda tirishchilik ko'rsatib boqqan. Musulmon turib, pullarimizni ko'zi ichida yostiq ostida saqlamayli. Uningdan eshib, jazoni qilib gunohkor bo'lmayli. Bu pullarni jamlab shirkat qurayli. Bu shirkatlar bilan cho'ng zavodlarni qurayli. Yana to'plangan bu mablag'ning bir qismi bilan hamkorlik fondi qurib, shaxsiy maktab, o'quvchilar yotiqi va doktorxona ochayli. Kishilar insonlar tuzib olgan qonunlarning gapini qilishyotdi. Ilohiy qonunlar bo'yicha ish qilmasak, hargiz natija qozonolmaymiz. İslamiyet vatanimiz Mısır'ını yükseldirdiğen yegani qurolimiz. Sahabiler açlık içinde qalgan vaqtlarda peygamberimizmi o'xshashlar osh edi. Burunqi namrat sahabiler keyin hammasi boy bo'lgan edi. İslam dini dunyo va oxiratimizni jannatga aylantirishga yetarlik bir din. Muhimi İslamiyetni o'rganish, tushunish va shu bo'yicha yashash. Din düşmanlari musulmonlarni islomdan yiroqlashtiryapti.
Öz vatanimizda boshqa millatlarning quliga aylanib qolishimiz ochiq bo'lgandek nomusliq ish. Sözleringiz boshqalarning diqqatini tatgan chig'i erlar ayollarga so'zlab beribdi. Gaplar intayin yaxshi, hamda amaliy harakatni saqlayapti. Pul mol bilan qiladigan ibodat intayin qiyin. Agar inglizlar tuz, musulmonlar maymoq bo'lsa, ishimiz texmi tez degan gap. Cho'ng ishlarni qilayotganligimizni yillar burun tushungan edim, ammo cho'ng ishlarni qiladigan odam bo'lish texim xo'shalanarliq. Yevropalikning bir so'zi bo'ladigan. Har bir tijoratchining ikki uyi bor deb. Ya'ni ham ayoli bilan hamda ishi bilan nikohlangan degan ma'noda. Ko'pincha ayollar buningga bardoshlik berolmaydi. Umringizni xizmatingizga otadingiz. Menga faqat vaqt ajratmaysiz deydi. Islomiyat bu masalani hal qilgan. Biz musulmon har vaqt har yerda islomiyatni o'rganamiz va ijro qilamiz. Qiladigan nurg'un ishlar bor. Qohiraning atrofidagi rayonlarda o'quvchilar yotqi qurish, kutubxona ichish, davolash o'rinlari, bolalar bog'chisi va shuningga o'xshash ishlar. Sen bu ayollarni to'plab bu ishlarda menga yordamlashgin. Allohning izni bilan shirkat qurilish oldida turmoqda. Bu yerdagilar pullarini jamladi. Har 10 jo'naga bir pay berildi. Mana boshlamoqchi bo'lyapmiz. Inshaalloh oxirgacha xayrlik bo'lar. Buningga ishonaman. O'g'lim Bilal mablag' soladigan sohalarni tekshirib chiqdi. Ham xotir qoldirdi. Xohlasanglar sizlarga o'qib bersin. Umumiy plan bo'yicha tekshirib chiqildi. Tafsilotga o'tmay turib, qaysi mablag' silish sohasining foydali ekanligini deb o'tay. Birinchi, yezigiligi. Ikkinchi, to'qimachilik. Uchinchi, ximiyalik moddalar. To'rtinchi, po'lat temirchilik. Beshinchi, import. Oltinchi, eksport. Yettinchi, binokorlik. Sakkizinchi, o'quvchilar yotog'i, maktab, nashriyatchilik. To'qqizinchi, ko'pchilik qaror beradigan har xil ishlar. Endi advokat Ali efendim xizmatdan doklad berdi. Bu mablag'lar bilan kirim bo'ladigan foydadan shirkatning chiqimlari chiqarilinib, ish qolganlardan zakat beriladi. Din yo'lida xizmat qilayotganlarga yordam qilindi. Ish qolgan foyda yoki ziyon paycheklari istirojchilariga taqsim qilindi. Bu meniyalik Abdullohdan har balo keladi. Sizga bu odamni yo'q qilayli desam qaringiz bo'lmadi. Jasus qilib arsiga kirgizilgan Osmon efendi sizga ahvolni ma'lum qilsin. Menga ishonsangiz bo'ladi. Men sizlarga vakolatdan ularning arsiga singib kirdim. Abdullohning o'g'li xilili yosh. Ilm va fikr jihatda danistin qilishmaydi. Bular inqilob ipkagan yangi muhitdan foydalanib, islomiy islohot programmalarini kun tartibga elib kirmoqchi. Jamiyatning nopozi favqulodda kuchlik. Cho'g' tushgan yerini ko'ydirdi danglar. Xo'sh, Zo'r o't ofatlar kichik ushqunlardan paydo bo'ladi, Jalal efendi. Diqqat qilgan yaxshi. Yangi hukumatning iqtisodiy erkinlik haqidagi chekidan oshgan orzu havaslariga andisha ichida diqqat qilib turyapmiz. Keyin-keyindan kelayotgan bu milliylashtirish harakatlari kishini o'yga soladi. bu xil ishlar havasning qiziqishning nerisiga o'tolmaydi. Bu ish shunday bo'ladi. Iqtisodiy erkinlik bunchavala qo'rqib ketgidek ishmi dada? Tarixiy taraqqiyot bizning qechib qutulg'il bo'lmaydiganligimizni ko'rsatyapmamdi. Mana. Sizlarga yana bir havaskor qizim Vaysoning sotsialist qarashlari bor. Sotsialistlikmi? Yoshlik har joyda o'xshash. Shundoq emasmi? Qizg'inlik, taqlidchilik, hayajon. Angliya demokratik davlat. Biz hech qanday fikrni yaklamaymiz. Buni anlab xursand bo'ldim Vassun efendim. Bu yaklimasliklarning doirasiga ana vataningizdan boshqa joylardagi fikr qarashlaringlarni kirgizishni orzu qilaman. Muhtaram do'stlar, Abdullah qarindishimizning islom prinsiplariga uyg'un holda planlagan islomiy yordam fondi bütün qonuniy rasmiyatlarni tamomlab, rasmiy holda qurildi. Bu kurashda fidokorlik ko'rsatgan Abdullah apandiga rahmat etishni qarzim deb bilaman. Bu kurash uchun ko'rsatgan tirishchanliklaringizga chin qalbimdan rahmat etaman. Allah sizlardan rozi bo'lsin. Menga bo'lgan muhabbat va hurmatinglarni fondimizga yordam qilish orqali ko'rsatsanlar bo'ladi. Allohning izni bilan jafoliq bir safarga otlanayotimiz. Bu yig'ilish bir kurashning muqaddimasi. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, dushmanlarimiz intayin ko'p. Sirtdagi dushmandan boshqa ishki jihatdan moslashayotgan xoinlarmi bo'lishi mumkin. Kichkina yordaminglarmi fondimizning dushmanlarini og'ir jarohatlantiradi. Abdullah bek hadidin eshiyotidu. Misr Yevropa davlati bo'lish yo'lida ilgarilavassa, u buni chekintirishga urinayotdi. Bu odam qarindoshlar tashkilotidan bo'lishi mumkin. Islomdan boshqani so'zlamaydi ekan. Xo'sh mana. Asıl kirgizgan xabarchimiz Osmon efendimdan hammani angladinglar.
Bizmi musulmon. Ammo bular insondek yashashimizga to'sqinlik qiladi. Ariq yo'q, ayollar yo'q, qimor yo'q. Bundoq yashagandan o'lgan yaxshi emasmi? Ha? Hukumatning har qaysi sohalarida do'stlarimiz bor. Vali, rayon boshlig'i, soqchi boshlig'i, taftish, sotchi, eng yaxshisi qonuniy yo'l orqali Miniyalik Abdullohning zuvonini itdayli. Ha? Yo'q, biz bunda kichik burglardan ansirab ketmaymiz. Ha? To'g'ri, burgan kichik, ammo mikrob ilib yuriydi. Burguni yo'q qilmasak, xapliqni kasalxonada tatimiz. Qara do'stim, tunogimni kuldim, bugunmi kulyapman, atimmi kulaman. Sizga dushman ekanligini bilib turibmi? Bu ishni sal chog'lashqa bo'lmaydi. G'arblish iqimiga qarshi islom yo'li bilan chiqyotidi. Nimadan ansiraymiz? Hozir Misr Yevropa davlatlarining biri bo'lib qoldi. Yashab ket Jalol apandi. Yaxshi so'zladingiz. Jalol apandimni men tabriklayman, ham qo'llayman. Ammo uning keng qo'soqligi xato tushunch paydo qilmasmi? Ba'zi kishilar Jalol apandimni dinchi mutassibkan deb o'ylab qolmasmi? Yo'q, biz zamonaviy Misr quruvchilardan. To'g'ri, Misr zamonaviy bir davlat. Bu yerda hammaylar xohlagancha yashalishi kerak. Zamonaviy Misr aksiyatchilarning qo'liga tushib ketsin. Hargiz tushib ketmaydi. Davlat degan mana biz shu. Mening sizlarning davlat ekanliginglardan shubham yo'q. Sizlar davlat ichidagi davlat. Mamlakatning eng cho'ng kuchlari. Lekin bu Miniyalik Abdullohning yordam fondiza odamni sal Qo'y bunda gaplaringni. Yordam fondi bilan nima qila olsin u? Iqtisodiy hayotning qoidalari intayin mushkul. Biz raqiblarimizni chivin ezgandek izib etimiz. Navbatda gap qildingiz. Navbatda gap bo'ldi bu. To'lama joyida o'xshatdingiz, chivinni ezgandek. Agar sas olayli, men bu o'ringa raqiblarimning qiyin ahvoldan foydalanib chiqqan. Siz men deganda qismingizli bo'ldi. Kel qizim, nimanda chiroyli bo'lib ketding? Rahmat dada. Nim bo'lding? Pulun tugagan o'xshamamdi. Yo'q, bir ish so'rsam xafa bo'lamsan dada. Dunyolikdagi chiroyli qizim qandaqmi ochiqilmay? Gap qilay qizim. Tunugungi yig'ilishda bir hammalni tilga oldinglar. Shundoq, soqchilikdan pensiyaga chiqqan Lufining joyilishlari bo'lmamdi. U odam soqchiqondan ayrilib ekan. Tirnoq ostidan kir izlab kunib qolgan gap. Mengisini qog'oz o'qib olgan. Miniyalik Abdullah, shundaqmi? Ha. U gaplarni olgan o'xshamamsan. Suhbatinglar diqqatimni tatdi dada. Nemishqa? U hammal menga bir xalq qahramonidek bilindi. Nima xalq qahramoni? U ahlidan adashgan bir nima. Har mahalning bir sarangi bor-ku. Umi bu saranglardan. U tutish qilgan harakat ijtimoiy bir hodisa dada. U sarang emas, bir yo'lboshchi. Qara qizim, jamiyat degan gaplaring maktabinglarda o'tidi. Turmushda undaq sabsatlar o'tmaydi. Pul o'tidi qizim, pul o'tidi. Eng cho'ng kuch kapital. Qog'ini qo'rq gap. Xafa bo'lmang. Men unda qarmayman dada. Nemish xafa bo'lay? Yosh vaqtlarimda men senga o'xshash xiyolparast edim. Ammo oxiri ideya degan narsaning faqatla pul ekanligini tunib yetdim. Ajiba ideya mavjud emasmi? İnsanlarning turmush o'ttirisi tangponliq izlash yomon ishmi? Qara Feyza, bir qo'ling yog'da, bir qo'ling hasalda, boyashat ichida yashayapsan, buni unutib qolma. Xo'sh kelding, Bilal. Nimishing labatdi? Miniyalik Abdullahni olib keldik. Nimishqa? Bilmaymiz, boshliqning buyrug'i. Bo'ladi, xabar qilay. Yeni shum xabar. Nima ish bo'ldi? Sizni soqchi boshliq chaqiribdi. Ansirma onasi, tugmanda tug'ilgan chashqon Guldirmomidan qo'rqmaydi. Sen bundaq ishlarni ko'p ko'rding. Ansirab ketma. Allah, sen ulug'dirsan. Yeni sizning peyingizga tushibdi. Yana turmikdoshlarmi? Bu odamlar sizdan nima talab qiladigandu? Nim bo'ldi dada? Bir ish bo'ldimi? Ananga hukumat doiralaridan hadiya kasimi yana qo'rqidi. Ya Rab, bir davlat millatning ishonchisini mushuncha ular yo'qotib qo'yami? Biz bandiga qul bo'lish uchun dunyoga kelmadik.
Biz faqat haqiqatga, haqqa, Allohga sajda qilamiz. İngilizlar bilib qolsunki, haq tarafdorlari zindonga qandoq kirgan bo'lsa, biz ham shundoq kiramiz. Nemishqa chaqirtilganligimni bilish haqqim bor, ammo aytmadinglar. Biz mi bilmaymiz, yangi boshliq ep kelinglar degan. Alloh o'zing bor. Buyrug'ingizga binoan Miniyalik Abdullani ep keldik boshliq. Yaxshi, sizlar chiqib ketinglar, uning bilan yolg'iz paranglashman. Xo'p boshliq. Nima ish qilib kelinganligini bilamsan meni yalik. Yo'q apandim. Bilgin kelmadimi? Kelsimo nima farqi? Men tuhmatlarga ko'nib ketgan. Oxirida haq joyini topmadingmi? O'lim jazosidan qutulib qolgan sen emasmi? Umumiy kechirim 40 yilda bir keladi. Tuhmat, qora suvash har vaqt bo'ladi. Mana, yana bir ish o'ylashgan chig'i bu yerga ep kelindim. Siz advokat Ali apandim emasmi? Yo'q, advokat emas, yangi soqchi boshlig'i. Meni inqilobdan burun qutqazgan edingiz. Endi tutmoqchi bo'lyapsiz. Qani ayting. Tutib turish uchun emas, tabriklash uchun chaqirdim. Meni tabriklab. Yangi vazifangni tabriklab. Qayra bosh komissarligi. Chaqchaqchikansiz, advokat apandim. Siz meni bir hammal ekanligimni bilasiz. Mo'yin bo'g'ini hammallik emas, insonlik. Sahobalarning hayoti qara. Iman insonni inson qilib qolmay, gadoyini podsho qiladi. Sen hammal vaqtingda podsho eding. Markaz soqchixonasiga ishonchli bir soqchi boshlig'i lozim edi. Intayin muhim xizmat. Ishonchli bo'lganliging uchun seni o'ylashdim. Rahmat, Lekin Pekin deydigan gap yo'q. Rasmiyatlarim tayyor. Ministr Abdunasirga bosh maslahatchi imzolasa bo'ladi. Meni to'g'ri tushuning Ali apandim. Hammamiz o'xshash edik, o'xshash e'tiqodli kishilarmiz. Biz bilan birlikda ishlashni xohlaydi deb o'ylashgan edim. Yuqori o'rinlarning mas'uliyatimi cho'ng bo'ladi. Bosh komissarlik vazifasini ustiga elish, vokzaldagi yuklarni ustiga elishdan bekroq qiyin. Sen qiyin ishlardan qochmagan, qiyinchiliklar bo'yin egdirmagan odamsan. Bu ishdan qechishing sana yarashmadi. İnqilob elib berildi. Bir qism kishilar og'dirildi. Ammo oshqushliq o'rindagi ba'zi kishilar o'zgarmadi. Ya'ni kelib ideya o'zgarmadi. Koni qozonga koni chumush. Kiring. Tunuşturup qo'yay, hurmatli Abdunasirning bosh maslahatchisi Karim apandi. Bu yoq taklifimizni qabul qildirmagan Miniyalik Abdullah. Undaq bos bo'lmabdi. Qarang, ministrligimni tasdiqlatib bo'ldim. Kechirmishlaringizdan xabardor bo'ldi. Davlatimizning sizga o'xshash kishilarga bakmu ehtiyojli ekanligini aytdi va Miniyalik Abdullahga o'xshash kishilar bo'lsa, Misr qat'iy yiqilmaydi dedi. Sen mi bilasan, podpolkovnik Jamal Abdunasir musulmon qarindoshlardan, yana bizning qarindishimiz. Uni yaqindan tanıymiz. Yuragi vatan, millat ishqida kuydi. Misrni Angliya mustamlikasidan va podshoh Faruqning g'aflatidan qutuldirish uchun kechimi kunduz tirishyotidu. Endi inshaalloh uning sayisida Angliyaliklar vatanimizdan qo'llarini tortadi. Misr qaytib parlaq kunlarga erishidi. Albatta biz uning g'amdan bo'lamiz. Ammo bu tuzum ichida men islomning jamoat xavfsizlik tuzumini qanday tatbiqlay olmayman? To'g'ri, qilolmaysan. Ammo shuni unutmag'inki, seni taklif qilgan bu mansabga nachar bir kishi chiqib qolsa, uning qilganlariga senmi mas'ul bo'lasan. İslamga asosan ish qilolmasangmi, yomon ishlarni yoki islom dushmanlarini to'sib qola oladigan sen. Xayrlik bo'lsin. Tunji tabriklash sharti menga nisb bo'pti. Men yangi vazifangga muvaffaqiyat tilayman. Xayrlik bo'lsin. Rahmat, majburiy holda bosh komissar bo'lish. İnşallah yüzümge qora suv olmaz. Sen biz bilan bo'lsang yuzimizni yo'riq qilasan Abdullah. Üstürüşme, hoş bop qalay, rast gap qilan nemishga. Östürüldüm devatımen, ama işindiğen adam yok. Nemişki işenmeysizler. Çünkü şum xabar keliverip adatlanıp qalğan oxşaysizlar. Bizning yerlerimizni doim suv besib ketdi. U yerda bir narsa önüdüğanlıqqa işenmeysizlar. Xo'shal ko'rinsa dada, xo'sh xabaring bor o'xshaydi. Markaziy soqchixonaga bosh komissar bo'lib tayinlandi. Soqchixona, xo'sh bop qalay, u yerga bormang, ismini olsam badinim tikilishib ketadi. Biroq dada, İnqilab bo'ldi. Hamma ish asliga qaytdi. Bizning ishlarimiz asliga qaytdi. Ammonlikdan boshliqlikqa o'stirildim. dada siz burun boshliqkansiz, ilova olgan amalni qaytarib beribdi. Hozirdan boshlab yangi bir hayot, yangi bir imtihon boshlanyapti. Gunoh ishlardan qochib, ibodatlarimni davomlashtirishim uchun menga duo qilinglar. Lekin soqchi formasi kiysiz, maylimi? Kim musulmoncha yashashga to'salg'i bo'lamdi? Diqqat! Baş komissarımız Miniyalik Abdullah bo'ladi. Xo'sh keldingiz efendi. Xo'sh bo'ldim. Allah muvaffaqiyat qilsin. Salomat bo'ling.
nazoratxonangiz ustungi qavatda bosh komisarim. Oldi bilan nazoratxonni ko'rib chiqay. Bo'ladi efendi, marhamat. Bizni qo'yib beringlar. Biz degan taftish bilan so'rin tuzgan, sotchi bilan ulpatash odamlarimiz. Soqchi boshlig'i Omirmi bizning do'stimiz texi. Undaqda sizlarni bu yerga nima uchun ep keldi? Madaniyatsiz aksiyatchilar. Bir necha qadah ichishdik, bir necha ayol bilan so'rin qurdik. Mushinchilik ishqimi bizni sulab qo'yishdi. Bu yerda hayvonlarmi turolmaydi. Havo o'tishmaydi ekan. Eg'ildin battar ekan. Tunji qiladigan ishimiz. Ammo boshliq bu yerda o'g'ri bo'lonchi sarang hammasi bor. Tunji ishimiz qamoqxona tutash, jinoyatchilarni qonun bir taraf qiladi. Ammo ularga insoniy muomala qilishimiz kerak. Hadicha, Bilal, noshtalık tayyor bo'ldi bolalarım. Nim bo'ldi Savda? Savda, esingga kel. Nim bo'ldi? Mijozing yo'qmi? Ha? Yo'q, hech yo'q. Sizni forma bilan ko'rib, saqchilarning uyimizga besib kirgani yodimga kelib qoldi. Sizni tutib ketgan o oqshomni eslab qoldim. Gap qilish haddim emas. Bu saqchi formasiga faqat ko'nalmadim. Hammal kiyimimga ishnimi demagandim-ku. Hammaldan qo'rqadigan bir ish yo'q. Ammo bu kiyim menga ko'ngilsizliklarni eslatdi ekan. Üstümdekilarni vatanga xizmat qilg'in deb kelgizishdi. Majburlagandek ching turib oldi. Ammo mening asli kiyimim bu. Doim mush yerda turdi. Hammasi esimda. Ustingizdagi bu kiyim o'chiqimizni o'chirganlarning kiyimi. Ochiqimizni o'chirgan soqchi idorasi emas, ingliz hokimiyati edi. Xristianlar musulmonlarga hokim bo'lsa, Qur'on Karim tafsiri o'qiganlarning baxtiga qor yog'di. Chunki ular biladi-ki, Qur'on har vaqt, har yerda qutqazg'uchidir. Tarix guvohki, Qur'onga bo'ysungan musulmonlar har vaqt ustun o'rinda bo'lgan va darajadan tashqari kuchli bo'lgan. Shunga inglizlar bizni o'zining to'kma bozoriga aylantirish uchun bizni ulug' kitobimiz Qur'ondan yiroqlashtirishga urinayotdi. Siz cho'ng ishlarning ichiga kirib qelyapsiz. Çoğunun derdi çoğuncu buludu. Sizning amalınız meni ensirtiyotidi. To'g'ri deysan. Bizga faqat kiyim berilib qolmasdan o'ziga o'xshash yashashimizni talab qiladi. Alloh shaxsiy manfaatinglar uchun dininglardan voz kechmanglar degan. Vaqt kelganda dinim uchun bulardan voz kechalayman. Bu miniyalik Abdullah'ның xatiri kündün kunga zo'rayotidi. Bugungacha sizlarni ishondirammadim. Ammo men sizlar ishonguncha takrorlayman. Agar biz 100 yil ishonmasak, 100 yil takrorlabsan, Shundoq efendim, bu masalani oydinlatish men uchun intayin muhim. ishning o'z muhimmi yoki sening maqsading intiqom olishmi? Qarang, bu bir shaxsiy hisoblashish efendim. O'lim jazosiga mahkum qilingan bir jinoyatchi bilan huquq tartibilangan bir soqchi boshlig'ining hisoblashishi. Albatta, ichimdagi adovat xun davosidan kuchlik. Inqilob o'rnimizni o'zgartdi, ammo men o'zgarmadim. Ishoninglarki, bu odam haqiqatan bir baloyi ofat. Mana hozir Qohirada bosh komissar bo'ldi. O'ylab baqqanlar. Tunugun tek turmada o'lim jazosi berilgan jinoyatchi edi. Mana bugun bosh komissar bo'ldi. Pek ko'p turayotgansiz, ha? İşenmeydiganliklarini bilginim üçün isbotni ağaç geldim. Gizit xabari, mani ko'ringlar. Qohira bosh komissarligiga burunqi bir jinoyatchi tayinlandi. Qani, ko'rib beqing. Allah Allah. Men seni chaqchaq qilib otamdikin desam, rost so'zlaganda qilasan. Tutqunlikdan bosh komissarlikgacha. Shundoq, boylik dushmanlikni davomlashtiryotidi. Yordam fondiga o'g'li mas'ul bo'pti. Bu ishni davomlashtiryotidi. Maqsadi sizlarni yo'q qilib etish. Bo'ladi. Bu ablah haqida kuchurlarni davomli bizga yetkazib turg'in. Albatta bo'ladi. Bu men uchun hozirlik bir ish. Menga uning o'g'li to'g'riliq uchur yetkazib turg'in. Uning ismi nima edi? Bilal. Dadı bala ikkisining elayotgan tinig'idan xabardor bo'lishim kerak, uqdingmi? Baş üstüge efendim.
Yangi hukumatga singib kirish haqida plan tayyorlig'ingiz bormi, Vassun apandi? Endi buni to'xtating. Vaqti keldi. Xursand bo'ldim. Rahmat. Rahmat. Angliya hukumati va korxonachilari Misr bo'layotgan ishlarga alohida diqqat qilyapti. Hamma ish burunqidan mukammal bo'ladi. Ko'rib qolasiz. Shundoq bo'lay. Bu suhbatimizni boshliqning buyrug'i deb emas, do'stlarcha tonish suhbati deb bilinglar. Yoshda sizlardan cho'ngman. Bo'ron chapqulliq kunlarni boshdan kechirdim. Hayot meni jamiyatning eng tuvan qatlamidan yuqori qatlamigacha tajribaga ega qildi. Shuning uchun so'zlarimni oki nasihati deb qabul qilinglar. Sizlardan yana bir talabim, nima ish bo'lishidan qat'iy nazar menga ochiq deyishdan tortinmanglar. Shundoq yordamingizga muhtojmiz xonim. Nihoyatda yaxshi gap qildingiz, Savda xonim. Bizning o'rinlashtiradigan yordam qilish faoliyatimizga yo'ldoshingiz qurgan fondining iqtisodiy yordami bo'larmi? Meningcha bo'ladi albatta. Ammo hozircha ularga yuk bo'lib qolmasak texmi yaxshi. Men ba'zi kishilarga yordam qilish uchun va'da bergandim. Bizning mahallada o't ofati sababli yetim qolgan 3 bola bor edi. Ustinki mahalladagi osh qolgan oilalarga yordam qilatdik. Biz xohlasak, qiyinchiliklardan qo'rqmasak, ayol bo'lsakmi bu ishlarni qila olamiz. Hadijaning ba'zi planlari bor, xohlasanlar so'zlab bersin. Ba'zi topchi tijoratchilar, oshxonachilar, dindor korxonchilar bor. Ular bilan suhbatlashib yordam talab qilishimiz kerak. Bilalmi ba'zi takliflarni berdi. Masalan, Qohiraning eng hashamatli restoranlari shu kunlik dasturxonda qo'l tegmagan yemekliklarni berdi. Boylarning ko'chalarga atgan non axlatlarga tashlagan yemekliklari bilan texmi ko'p insonlarning qo'siqi to'ydi. Biz tashabbuskorlik bilan sababchi bo'lsak, milliy iqtisodning bir qismi behuda so'rilib ketguchi muhtoj nomrodlarning yarisiga malham bo'ladi. Bizning odam mudir vrach, yosh doktorlar bilan suhbatlashib, nomrod kasalliklarga navbatlashib qarash uchun bir guruh quralaydi. Ko'ryapsiz, bu ishlar azroq g'ayrat jasorat bilan faqat tasga to'xtamaydi. Allah razı bo'lsin, doktor topmagan bo'lsanglar o'lib ketgan bo'lardik. Salomat bo'ling. Nima varanchiron bu? İşçi nima ish bo'ldi? Yana qiyin qistoq ilinayotgan bo'lsa. Yo'q, boshliq, undoq emas. Biz klubga besib kirganda ular qimar o'ynab o'tib keldik. 11 odamni tutib keldik. Orasidan birisi men ministrning o'g'li deb turib oldi. Bu yana boshliq sizmi? Shundoq. Odamlaringizdan bizni qo'yib bersin. Nima ish tutib keldi? Nima ish qilganding? Men o klubga do'stimni izlab borgandim. Meni qimavaz deb o'ylab boshqalar bilan qo'shib tutib kelishdi. Mening jinoyatim yo'q. Bo'ladi bolam. Deganlaring rost bo'lsa, masala yo'q. Birozdan keyin so'roq qilinglar. Oh, hürmetli minister efendi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Karşıladınız. Oh, hanım hoş geldiniz. Merhamet. Hürmetli minister efendi, bizlerge şeref edip geldiniz. Devletinin iş tügemdi o deysiz. Koyup geldim. Minister canapları, rahmet, merhamet. Hürmetli baş minister efendi, sizge Saudi şerigimni tunuşturish bilan sharaf his qilaman. Ko'rishganimdan mamnun bo'ldim minister efendi. Menmi shundoq? Nima keltiramiz minister janoblari?
Ministr janoblari, siz bilan tanishganimdan xursandman. Men xursand bo'ldim. Buni xohlamsiz, hurmatli ministr. Xohlayman. Marhamat. Rahmat. Seni tushunmadim Feyza. Hamma imkoniyatdan to'liq, xohlagan ishni qila oladigan sharoitdan turib oddiy yashayapsan. Qop-quruq bir hayot, hayajon yo'q, tavakkulchilik yo'q. Mushtaq bo'lishdan xursandman. Sen xursand, chunki dunyodan xabaring yo'q. Ko'zing ochilmagan tursa, ammo dunyoni bir tushansang, marhaba. Kechiringlar. Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Anglasam sizlarni saqchilar tutyapti. Shundaqmi? Cho'ng ish emas. Qamoqxonada yetib qolarmi deb ansirdim. Qo'yib bermagan bo'lsa qanday qilatdim? Do'stlarim guvohlik berib qutqizib oldi. Kimning bolasi biz? Bizni qo'yib bermaydigan saqchi birinchi bo'lib cho'lga surgun qilindi. Ya'ni har vaqt. Qo'lg'agan bo'lsa piraqingiz o'lib ketgan bo'latdim. Boldiqlar piraqimda emas kokain topolmay o'lay deb vaqtmansa qachon? Undaq deyman-a? Sharmin hammomni bu yetgan-ku. Endi onangizdek ayollarga esilyaptamsiz? Boy bo'lgan hamma odamga esilaman. Chunki xiroyinga pul bo'lmaydi. Ayolni ko'rib o'zgardingiz-ku. Pulning purog'ini purog'anda o'zgarmamdigan. Yurak qishib borayli. Bile. Sharmin amma, qandayroq ahvoling? Yaramas balam, yaxshi. O'zingchi? Rahmat. Sizni Misrda ko'rish biz uchun sharaf. Yana Yevropaga ketaman. Ajoyib bir safar bo'ladi. Ajoyib degini. Hurmatli ministr janoblari, kechiring. Davlat ba'zi ishlarda xavf ichida. Sizga ma'lum qiladigan nurg'un ishlar bor. Shunga tajribangizdan saboq olishni xohlayman. Albatta. Cho'qinuvchim siz. Ammo kabinetingizdan ozroq shikoyatimiz bor. Nima ish bo'ldi? Nima ishqa? Karxanchilarni dushman ko'radigan bir hukumat bo'lganligi uchun udulli desam, yangi hukumat dindorlarni bak erkin qo'yibdi. Qarab beqing. Ular qurgan yordam fondi shirkat qatorliqlarga ruxsat qilinyapti. Jalal apandi, siz cho'ng bir guruhning katta ish turib, chupranlardan qo'rqyapsiz. Tijoratning birinchi qoidasi eng kichik raqibqichi yo'q qilish. Lekin bu islomchilar Ansirmang, ularni yaqindan kuzatib turyapmiz. Islomchilar tons kechiligiga, dengiz sohiliga, ko'ktil g'irg'iga, qisqasi madaniyatga qarshi kishilardir. Bilaman, uzunga qolmay ular uchun qadah ko'tiramiz. Qani, marhamat. Mehmonlar obdan qara. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Kechirsiz. Vaqtingiz bo'lsa bog'chada biroz paranglashgan bo'lsak bo'ladimi? Bo'ldi. Qani marhamat. Kutubxona boshlig'i sizning Meniyalik Abdulla apandimning qizi ekanligingizni aytdi. Shundaq, Meniyalik Abdulla mening dadam. Ismim Feyza. Qayra universitetida jamiyatshunaslikda o'qiyapman. Dadingiz qiziqib qelyapman. Bosh komissar bo'lganlik uchunmi? Yo'q, yordam fondi qurganligi uchun. Fondi bilan qanday munosabati bor? Buni davlatimizga ijtimoiy bir portlash deb qarayman. To'g'risini aytganda, bu bir inqilob. O'qish bitirish maqolamni mush ish ustida yozishni o'ylashyapman. Yaxshi o'ylabsiz. Ishg'oliyatchilarga qarshi ilib borgan kurashlarni tadqiqot temamning ichida. Hozirgacha bu temalarga faqat jamiyatshunaslik subtin bilali qaradim. Qiziqishlarimning bir bo'lg'ini qaraganda o'xshash taraflarimizmi bor? Siz bilan do'st bo'lishni xohlayman. Men xohlayman. Bir kun uyimizga keling, anam cho'qim xush bo'ladi. Sizlarni avar qilmasamla o'zimni xushal his qilaman. Dadangiz bilan tanishishni texim orzu qilaman. Bular qaranglar. Undaq bir gapni hech ko'rmadim-ku. Sen ko'rmagan texi nurg'un narsalar bor. Bizning Misr ajoyibkan. Nimalar bo'lyapti deb xabarimiz yo'q. Masjidlar joyida mihrab o'rnidi-ku. Do'stlar, bu feodallarning jurnaliga o'xshaydi. Buning qaranglar.
Bir keyniga, bir oldiga. Mana ma'rif xodimlari. Ahmad ustam bizga 4 iskan choy akab bering. Bizga rost gapni aytqin. O'zingmi yaxshi? Yolg'on so'zlaganda his qilmadim. Hech ish qilmagan bo'lsang, nima ishqa bu yerga kirib qolding? Men nadim bilay, o'pil-to'pil keliblar tutib kelishdi. Mening hech bir gunohim yo'q. Qandoq deysan? Bir chaqlarda ajnabilarga va inglizlarga maftun edim. Ularda kiyinib, ularni do'raytdim. Ichib, o'ynab ularga o'xshashga tirishatdim. Buni nima maqsad qilatding? Nima maqsadda bo'ladi? Aqlsizlik emasmi? Qarasam, bundaq davomlasa bo'lmag'idek. İngilizlardek yashashdan foyda chiqmadi. Musulmon ekanligimni yodimga olib, tövbe istig'for etib, yaxshi kishilar bilan aralashishga boshladim. Nejis haraqdan qutuldim. Alhamdulillah. Rostdan aytqin, bu yerga haraq ichibsan deb so'lamaydi. Obdan gap qildingiz efendi. Ben bu dal mushuni tushundirolmayapman. Bu ish hech kallamdan o'tmayotdi. Burungi vaqtlarda ichib chekib, kayf safa qilib, jidal chiqarsak tutib sulshatdi. Mana amdi odam bo'lib, kitob o'qib, dinimizni o'rganib, namoz o'qisak, yana tutib sulayotdi. Nima qilishimni bilmay qoldim, aka. Kitob o'qibdi, namoz o'tabdi deb odam tutishga bo'lmaydi. Qonunda bunday modda yo'q. Rostli kitob o'qiyotdik, aka. Mening kasbim mo'zdozliq, doim ish chiqmaydi. Bekor qolsak shayton ozdirdi ekan. Yomon kishilarga aralashishning o'rniga uyda do'stlar bilan kitob o'qaylik deb yig'ilgandik. Kitob o'qiganlar sanmi deb uchimizni tutib ip keldi. Aytqina aka, kitoblarni tashlab yana qavoxonaga chapaylimi? Do'stlarni so'roq qilib bo'lgandan keyin qaror chiqaramiz. Qur'oni Karim tafsiri hadislardan tanlanma. Payg'ambar alayhissalomning tarjima holi. Do'stlar, hammamiz musulmon. Diniy kitoblarni yig'ib olish musulmon kishiga yarashmaydi. Biz bu ishlarni inglizlarga tashlab beraylik. Kechiringlar, o'qishmaslik bo'pti. Rahmat. Bu kitoblarni davomli o'qiyveringlar. Xo'sh, omon bo'linglar. Hozirgacha anglab baxmagan ba'zi gaplar. Islom bankisi, islomiy shirkatlar, islomiy savdo, bularga islomchini chaplashyapti. Bu xalqning boshqa ishi yo'qmidi? Aksiyatchilarning kallasida faqat o'ttir asrining qorong'uligi mavjud. Ular zamonaviy ish deganlarni bilmaydi. Söhbətimizdə tanışayotsan qızım, hə? Shundoq dada. Məscidlər uçuq, xalqallar namoz o'qiydi, ro'za tutadi. Ammo sen yoqtirib qolgan kishilar bizning turmushimizni islomga moslashtirishga urinyapti. Men hodisga jamiyatshunoslik nuqtasidan baho beryapman. Bu yerda hammaning beshida dinning gapi mavjud. Dindor kishilar bor. Ammo ularning qilayotgani xato ishlar. Ular ham davlatga, hamda biz biladigan islomiyatga qarshi chiqyapti. Davlatga qarshi chiqqanligini bilmayman, ammo bizning islom dinidan bexabar ekanligimizni tushunib. Bo'ldi qil, aniq ayt, kim taraf turyapsan? Ilm betaraf turadi dada. Bir tarafga ham bosmaydi. Ko'nglingizga ammang Jalal apandi. Hozirgi yoshlar mushundoq bosh-boshda xo'p ketdi. Texton Hegel sotsialisti. Bugun islomchi bo'lib qopti. Bizni hech narsa bilmaydi deb o'ylaydi bu. Biz sen o'qigan maktabda o'qigan juma. Ana, do'stim Fayzan boshlab keldim. Sizlar bilan tanishishni pek arzu qiladi. Xo'sh keldingiz Fayza xonim. Xo'sh bulduk. Xo'sh keldingiz qizim. Xo'sh bulduk efendim. Sizlarni avar qilib qo'ydim. Yo'qay, sizlarning paranglar bor qachon. Menga ruxsat qilinglar. Sizlarga qahva damlab beray. Uyingiz pek güzelken, mer issiq, ozoda. Rahmat, sizning uyingiz texim ko'rkamdi. Tegichilik yo'q, qani o'ltiring. Rostini aytsam, bizning uy emas, Asar Atiqa magazini. Nemish qondaq deysiz? Yoqtirmag'inim uyim emas, kalla. Qimmat qarashlarimiz o'xshamaydi. Sizlar bo'lsanglar uzr ishchidikansizlar. Ota-onangizga agishib, ular xohlagandek bo'lsingizchi. Yana o'zidan boshqalarni o'ylamaydigan,
Başqalarını halaketga ittirish badaliga hashamatlik yashaydigan shaxsiyatchi bo'lishimni xohlamdingiz? Albatta xohlamaydim. Faqat yoshlarning cho'nglarga itoat qilish savob qizim. Oilam sizlarning oilanglardagidek bo'lsa edi, shundoq bo'ladi. Xo'shallik bilan itoat qiladim, ammo bizning oila boshqa. Akam keldi. İşenməsligingiz mumkin. Yordam fondining barliq ishlarini u planlagan. Ishonaman, chunki sizni yaxshi tanidi Xadija. Xadija meni pek hayron qoldirdi. Nima ishqa? Atrofimdagi kishilar musulmon qizlarni nodon deb biladi. Ularning o'zlari nodon. To'g'ri, men sizlarning sayanglarda haqiqatni tanidim. Xadija men tanishgan eng munavvar qizlarning biri. Mening islom haqida ko'p ma'lumotim yo'q. Siz xohlasangiz biz yordamlashishga tayyor. Hammamiz yordam qilamiz. Rahmat sizlarga. Ilm adabiyot haqida kallamni ichib qo'ydingiz. Aka, iqtisod haqida yordam qildiganligingga va'da qildim. Yaxshi qilibsan Xadija. Fayza xonim, siz qachon xohlasangiz men yordamga tayyor. Rahmat, hammanglar yaxshi inson ekansizlar. Menga ruxsat qilinglar. O'tiring. Biz ayollar aramizda xayr-saxovat jamiyati qurdik. Biz bilan ish qilishni xohlamsiz? Xo'shallik bilan xohlayman. Atrofimdagi qimor so'rinlaridan, tans kechalardan, behuda o'yin tomoshalardan zerikdim. Sizlar bilan birga ish qilsam o'zimni baxtli his qilaman. Atdiganligingiz xayrli bo'lsin, dada. Xayrlik atigan. Xayrli atdigan opa. Xayrli ketgan qizim. Amra qizingiz haqida bir gap qilay, anglang. Qiziqib qolasiz. Bekog'i pul qashlaydigan joy topgan o'xshamamdi. Hozirgi qiziqishi so'piliq, aksiyatchilarga maftun bo'lib qapti. Hamma odam oldiga mengavasi bizning qizimiz keyniga mengavatidi. Aksiyatchi xurafiy deyman opa. E'tiqodi bo'yicha yashaganlar aksiyatchi bo'lamdi. Ya musulmoncha yashaymiz yoki dinsizlarcha. Zamonaviy musulmon namoz o'qishnimi, yashashnimi bilishi kerak. Ularchi bo'lganda hayotning paysini surishmi gunoh. Nima desangiz dang dada. Ularni tanigan bo'lsangiz, bundoq demagan bo'lardingiz. Ish qilib kallamni ochdi. Qizimiz bizga mollamlik qilyotidi. Yog'liq chekkan qiz bilan do'st bo'lishsang yarishamdi, ha? Sen yoqtirmaydigan yog'liqli qizning hammamizdan o'tkir kallasi bor. Yog'liq uning fazilati. Bu qizga ham ochig'im, ham xushlig'im bor. Tanta qiz. Qandoq qilamiz? Qizimiz shekar, dinchi bo'lmasmi yo atalmaymiz, yo sotolmaymiz. Qani marhamat. Dada. 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 Nima ish oldi? Xush keldingiz. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Rahmat. Biologiya darsida qon aylanish sistemasi tushuntirildi. Qayraning suv qurilishini injenerlar, ustalar, ishchilar qurib chiqib, suvni ambardan elib, o'stanga boshlagan. Go'shtdan tomir ishlanib, qon yurakdan ilinib, butun badanimizda aylantirilib, yana yurakka to'kiladi ekan. Xuddi qayraning suv qurilishi tasodifiy bo'lib qolmagandek, badanimizga qon aylanishmi tasodifiy paydo bo'lib qolgan emas. Allah bizga jon tomirdimi bak yaqin. Yana tomirlarimizni va yuragimizni yoritib, harakatlantirgan zot Alloh taolo. Yuragimizni harakatlantirgan zot qalbimizdikini bilmasmi? Oho, xurofot qilib ketyapsizlar. Qandoq chiqisizlar ekan, qani ko'ramiz. Bu ishlar undaq oson emas, do'stim. Dada, menga pul lozim bo'lib qoldi. Bo'ladi, ammo o'yin vaqtida berib, ta'limni qajrig'im yo'q. Aram ishlarga pulingizni, melingizni, vaqtingizni, hatto baxtingizni sarf qilyapsiz, dada. Ajab, ma'llik gap qilding. Qimorga bergan pulingizni bir qism yaxshi ishlarga sarf qilsangiz-chu, dada.
Bizning qizimiz hozir yog'liqchi xonimlar bilan aralashadi-da dadasi. Kayfimni qochirma qizim. Aql va qimar. Demak, aql o'z oldiga to'g'ri yo'lni topolmaydi ekan. Aqlga haqiqatni ko'rsatadigan bir narsa lozim ekan. Pul be ana. Bana pul lazım. Bek zeriktirding. Puldan boshqa gap chiqmamdi og'zingdan. Pul ana. Pul hayat demektir. Dünyada pul bilen uyun tamaşalı ba. Pul bo'lmasa memmi yo'q. Balam, oxirgi yillik aran chiqding. Maktabingni bir bitirib olsang yaxshi bo'ladi. Maktabdan aydilib ketsang yo diploming yo'q, yo ishing yo'q. U vaqtda nima qilasan? Ministerning o'g'li boshliq bo'ladi ana. Ansirma. Boshqalarning quli qarab qilishdan burun maktabingni bitirib ol. Dadamning boyligi yetti jamiyatimiga yetib oshidi. Yetib yesammi tugatanmayman. Diplomning nima keragi menga? Endi pullarni chiqa. Ajab mishildaqkan sen ana. Pulning nima ekanligini bilaman. Hello Jenny. Hello Lily. I love you my darling. Sen benim Silvana Pampani'nimsin. Chaqchaqni qo'y. Qandaq? Anangdan pul chiqdimi? Mo'may artistlik qilyapti. Hozir piqsiqning rolini o'ynayapti. Asta, bu qamlashmabdi. Ichimda qoldigan bo'ldi. Ansirma. Mening bir planim bor. Sen eliq kuni kulligan Sharmin xonim bor-ku. Ha, qarang'u bozorning boylari. O haram pullarni yug'ili chet elga chiqib ketdi. Uyini 5 minut ichida ziyorat qilsak ish bitadi. Sharmin xonimning zibu-zinnatlarini nada saqlaydiganligini men obdan bilaman. O'g'irlik qilamdiq. Tuzuk gap qila, o'g'irlik emas, ansirma. Bu yerning hamma tarafini 5 qo'ldek bilaman. 2 minutdan keyin boy bo'lamiz. Qo'rqyaptimi? Bo'ldi, voz kechgin. Agar tutilib qolsang, Men degan ministerning o'g'li. Meni tuqqanning jiniga voy. Mana boy bo'ldik. Endi qanchalik desang shunchalik bor. yamanchimi sen? Yomon degandan ko'ra xosiyatli odam desang bo'ladi. Ha, keldingmi? Yaxshimisan? Ha. Qani bizning balla. Avval pulni ko'ray. Bizning bu ishlar naq pul bilan bo'ladi. Buni bilasan-ku. Bugun pulim yo'q. O'rniga bu berliyat o'zikni beraman. Bo'lmaydi. Bizga mol sotquchi. Bo'ptamisa, biz boshqa yerdan olamiz. Chaqchaq qilib qo'ydim. Keynimda mengla. Bulog'im oldi. Ma'qul, ha? Ole, jannat luqmasi. Birini yutib olsang o'zingni parilarning endi ko'rsan. Aferin, obdan ish qilding. Yaraysan, Jumo.
Bilal. Bilal. Ha? Əmdi yatqın balam. Bugün bek charchab ketdim. Ət imtihanım var ana. Dadam tirishchanlikmi ibodat deydi. To'g'ri balam. Uyqusiz qilishingga chidamayman. Ammo tirishchanligingdan faxrliman. Sana choy damlab beraymi balam? Rahmat ana.